Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz hammamiz uchun hayotiy muhim bo'lgan, ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan, ammo oqibatlari juda og'ir bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Siz o'zingizning kundalik ishlaringiz bilan band bo'lib, yangi qonunlar va ulardagi o'zgarishlarga unchalik e'tibor bermasligingiz mumkin. Ammo aynan mana shu beparvolik, xabardor bo'lmaslik sizga juda qimmatga tushishi, cho'ntagingizni bo'shatib qo'yishi, hatto undan ham jiddiyroq muammolarga olib kelishi mumkin. So'nggi paytlarda qonunchilikda jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Kichik qonunbuzarliklar uchun ham endi ilgari hech kim kutmagan, yanada keskinroq jazolar joriy etildi. Bu faqatgina yirik qoidabuzarlar uchun emas, balki oddiy fuqarolar, ya'ni siz va men kabi har birimiz uchun muhim. Ushbu ma'lumotni bilishingiz shart. Bu sizning haqingizda, sizning moliyaviy barqarorligingiz va erkinligingiz haqida. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, toki bizning muhim ogohlantirishlarimiz va foydali maslahatlarimizdan bexabar qolib ketmang. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Yaqin vaqtgacha ko'pchilik ma'muriy huquqbuzarliklarni, aytaylik yo'l harakati qoidalarini buzish, jamoat joyida tartibsizlik qilish yoki kichik miqdorda chiqindini tashlab ketish kabilarni unchalik jiddiy qabul qilmas edi. Jarimalar miqdori nisbatan kichik edi. Ba'zan ogohlantirish bilan cheklanilardi. Ko'pincha esa hatto e'tiborga ham olinmasdi. Qoidabuzarliklarga nisbatan huquqni muhofaza qilish organlarining yondashuvi ancha yumshoq bo'lishi mumkin edi. Odamlar ma'lum bir kichik qonunbuzarliklarni jiddiy emas deb bilishga o'rganib qolgan edilar. Masalan, piyodalar o'tish joyidan boshqa joydan o'tish, yo'lning belgilangan qismidan tashqariga mashinani qo'yish, jamoat transportida baland ovozda gaplashish kabi holatlar odatda ogohlantirish bilan cheklanar yoki umuman e'tiborsiz qoldirilar edi. Ba'zi hollarda hatto jarima belgilangan taqdirda ham uni to'lash kechiktirilar yoki shunchaki unutib yuborilar edi. Bu esa odamlarda meni hech kim ko'rmaydi yoki jarimasi arzon to'lab yuboraman degan noto'g'ri tushunchani shakllantirgan edi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Davlat qonunchilikni jiddiy ravishda kuchaytirdi. Endilikda jarimalar miqdori bir necha barobar oshirildi. Ba'zi harakatlar ilgari shunchaki jarima bilan jazolangan bo'lsa, endi ma'muriy qamoqqa olish yoki hatto takroriy huquqbuzarliklar yoki ayrim turdagi og'irroq qoidabuzarliklar uchun jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, yengillikdan qattiq tartibga rioya qilishga o'tish falsafasi joriy etildi. Bu o'zgarishlarga shaharlarning rivojlanishi, aholi sonining ortishi va jamiyatda huquqiy tartibni mustahkamlash zaruriyati sabab bo'lmoqda. Endi har qanday qoidabuzarlik avtomatik ravishda qayd etiladi va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, ilgari mayda huquqbuzarlikni bir marotaba sodir etgan shaxsga nisbatan ogohlantirish berilgan bo'lsa, hozirgi kunda bunday imkoniyat deyarli yo'q. Birinchi marta qoida buzgan taqdiringizda ham sizga bazaviy hisoblash miqdorining beagan bir necha barobarida jarima solinadi. Takroriy huquqbuzarlik uchun esa jarima miqdori 2-3 barobar oshirilishi yoki hatto ma'muriy qamoqqa olish bilan jazolanish imkoniyati ko'paygan. Bu o'zgarishlar yo'l harakati, jamoat tartibiga rioya qilish, sanitariya qoidalariga amal qilish shovqin darajasi, ruxsatsiz qurilishlar va hatto soliqqa oid qoidabuzarliklar kabi sohalarga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo, kimlar xavotirlanishi kerak? Haydovchilar, kvartira yoki uyda yashovchilar, kichik yer uchastkasiga ega bo'lganlar, jamoat transportdan foydalanuvchilar, jamoat joylarida bo'ladigan har bir kishi umuman olganda. Barcha fuqarolar ushbu o'zgarishlardan xabardor bo'lishi va ehtiyot bo'lishi shart. Ayniqsa, yangi qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida kamroq ma'lumotga ega bo'lganlar yoki men bilan hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydiganlar ko'proq xavotirlanishlari kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Qonunga doimiy ravishda rioya qiladiganlar, muntazam ravishda huquqiy yangiliklarni kuzatib boradiganlar yoki yuridik maslahatchilarga ega bo'lganlar. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, hatto ular ham hushyor bo'lishlari va barcha qoidalarga amal qilishlari lozim. Chunki bilmaslik qonun oldida bahona bo'la olmaydi. Endi esa bir nechta aniq real hayotiy misollarga o'taylik, raqamlar va vaziyatlar bilan. Bir misol. Yo'l harakati qoidalari buzilishi. Ilgari mashinani noto'g'ri joyga qo'yish
burilish oldidan signal bermaslik yoki o'zgina tezlikni oshirish kabi holatlar uchun jarimalar minimal edi. Ba'zan inspektor ogohlantirish bilan cheklanishi yoki jarima miqdori juda arzimas bo'lishi mumkin edi. Masalan, BHMning yarim barobar atrofida. Ko'pchilik mashinasini bemalol uyi oldidagi yo'l chetiga, piyodalar yo'lagiga qo'yib ketardi. Chunki jarima minimal edi va mashinani evakuatsiya qilish hollari kam uchrar edi. Hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Birinchidan, noto'g'ri joyga to'xtash yoki mashinani qoldirish. Endi bu qoidabuzarlik uchun jarimalar sezilarli darajada oshdi. Masalan, piyodalar yo'lagida to'xtash, jamoat transporti bekatlariga yaqin to'xtash yoki yo'lni to'sib qo'yish BHMning 3 barobaridan 5 barobarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Eng yomoni, sizning avtomobilingiz darhol jarima maydonchasiga olib ketilishi mumkin. Bu esa nafaqat jarima to'lash, balki evakuatsiya xizmati va jarima maydonchasida saqlash uchun ham qo'shimcha xarajatlarga olib keladi. Bir mashinani jarima maydonchasidan olib chiqish uchun ba'zan BHMning 1-2 barobari miqdorida qo'shimcha to'lov qilishga to'g'ri keladi. Tasavvur qiling, siz shoshayotgan edingiz, do'kon oldiga 5 daqiqaga qo'ydingiz va qaytib kelsangiz, mashinangiz yo'q. Bir necha million so'm yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchidan, piyodalarga yo'l bermaslik bu juda keng tarqalgan muammo edi. Ilgari bu uchun jarima BHMning bir barobar atrofida edi. Hozir esa piyodalar o'tish joyida piyodalarga yo'l bermaganligi uchun BHMning 2 barobaridan 5 barobarigacha jarima solinadi. Takroriy huquqbuzarlik sodir etilsa, jarima miqdori yanada oshadi va hatto haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu o'zgarishning sababi piyodalar xavfsizligini ta'minlash va shaharlarda tartibni o'rnatishdir. Uchinchidan, tezlikni oshirish. Ilgari tezlikni biroz oshirganlik uchun minimal jarimalar bo'lsa, endi kameralar orqali avtomatik tarzda aniqlanayotgan tezlikni oshirish uchun jarimalar juda yuqori. Misol uchun, belgilangan tezlikni 20 km/soatgacha oshirganlik uchun BHMning 5 barobarigacha 20 km/soatgacha oshirganlik uchun 10 barobargacha va km/soatdan ortiq oshirganlik uchun 11 barobargacha jarimalar belgilangan. Takroriy holatlarda haydovchilik guvohnomasidan mahrum etish jazosi ham mavjud. İki misol jamoat tartibi va sanitariya qoidalari. Ilgari chiqindini noto'g'ri joyga tashlash arzimagan huquqbuzarlik hisoblanar. Ko'pincha e'tiborga olinmasdi. Baland ovozda musiqa tinglash yoki shovqin qilish bo'yicha shikoyatlarni ijro etish qiyin edi. Biror kishi yo'l chetiga sigaret chekib tashib ketganda hech kim bunga jiddiy e'tibor bermasdi. Hozir juda qattiq jarimalar joriy etildi. Birinchidan, chiqindini noto'g'ri joyga tashlash. Endi bu qoidabuzarlik BHMning 1 barobaridan 3 barobarigacha jarimaga tortiladi. Agar siz qurilish chiqindilarini ruxsatsiz tashlasangiz, jarima miqdori BHMning 10 barobaridan 20 barobarigacha yetishi mumkin. Va hatto avtomobilingiz ham ushlab turilishi ehtimoli bor. Ko'pchilikning hovli oldiga qo'ygan chiqindi qutisi bo'lmasligi va eng yaqin chiqindixonagacha borish, erinchoqlik tufayli chiqindini xohlagan joyga tashlab ketish holatlari tez-tez uchrar edi. Endi esa har bir bunday holat video kameralar orqali qayd etiladi va jiddiy jarimaga tortiladi. Ikkinchidan, shovqin qoidalarini buzish, ayniqsa kechqurun yoki dam olish kunlari shovqin qilish jiddiy jarimalarga olib keladi. Jinoyat kodeksida ham, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham shovqin qoidalari kuchaytirildi. Kechki 23:00dan ertalabki 07:00gacha baland musiqa qo'yish, ta'mirlash ishlari olib borish yoki boshqa shovqinli harakatlar qilish BHMning 3 barobaridan 5 barobargacha jarimaga sabab bo'ladi. Takroriy holatlarda bu raqam yanada oshishi, ba'zi hollarda ma'muriy qamoqqa olishga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlarning maqsadi shahar aholisining tinchligini va sog'lig'ini ta'minlashdir. Uchinchidan, jamoat joylarida chekish. Hozir jamoat joylarida, masalan, avtobus bekatlari, bolalar maydonchalari, kinoteatrlar, teatrlar, savdo markazlari, kasalxonalar va boshqa ko'plab joylarda chekish qat'iyan taqiqlangan. Bu qoidani buzganlik uchun BHMning 1 barobaridan 3 barobargacha jarima belgilangan. Ko'pchilik buni odatiy hol deb hisoblab, bolalar bog'chasining yonida yoki avtobus kutish joyida chekishni davom ettirar edi. Endi bunday hollar qat'iy nazorat ostida. 3 misol: kichik ruxsatsiz qurilishlar, yer maydonidan noqonuniy foydalanish. Biror kishi uyiga kichik qo'shimcha qurilish qilsa, panjarasini biroz ko'proq joyga o'rnatsa yoki jamoat joyini o'z manfaati uchun foydalansa, bu ko'pincha e'tiborsiz qolardi yoki kichik jarima bilan cheklanardi.
Ko'pchilik o'z hovlisi oldida umumiy foydalanishdagi yerga kichik bir oshxona yoki omborcha qurib olardi. Chunki nazorat yetarlicha kuchli emas edi. Hozir vaziyat ancha qat'iylashdi. Jarimalar sezilarli darajada oshdi va noqonuniy qurilmalarni buzib tashlash haqidagi buyruqlar ko'paydi. Birinchidan, ruxsatsiz qurilish. Masalan, o'zingizning hovlingizdagi yer uchastkasiga qo'shimcha bino qurish yoki yer uchastkangiz chegarasidan tashqariga o'tib, umumiy foydalanishdagi yerga qurilish qilish bexatamning igben barobargacha jarimaga tortilishi mumkin. Agar bu huquqbuzarlik yuridik shaxslar tomonidan sodir etilsa, jarima miqdori BHMning ehtim barobaridan mid barobargacha yetishi mumkin. Bundan tashqari bunday noqonuniy qurilishni buzish bo'yicha sud qarori chiqariladi va buzish xarajatlari ham qoidabuzar zimmasiga yuklanadi. Ikkinchidan, yer maydonidan noqonuniy foydalanish. Agar siz o'z yer uchastkangizdan boshqa maqsadda, masalan, dehqonchilik uchun ajratilgan yerni tadbirkorlik faoliyati uchun foydalansangiz yoki umuman ruxsatsiz yer maydonini egallab olsangiz, bu ham jiddiy jarimalarga olib keladi. Bu o'zgarishlarning sababi shaharsozlikni tartibga solish, tartibsizliklarning oldini olish va jamoat yerlarini himoya qilishdir. Takroriy huquqbuzarliklar yoki keng ko'lamli ruxsatsiz qurilishlar jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, oddiygina ruxsatsiz panjara qurishdan boshlab jiddiy qonunbuzarlikka qadar bir qadam. Endi esa qoidalarga istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Qoidalardan istisnolar: birinchi marta sodir etilgan mayda huquqbuzarliklar. Ba'zi hollarda, ayniqsa juda kichik huquqbuzarliklar uchun, agar u darhol tuzatilsa, ogohlantirish bilan cheklanish mumkin. Ammo hozirgi kunda bunday imkoniyatlar juda kamaygan. Ko'pgina qoidabuzarliklar uchun ogohlantirish emas, balki darhol jarima belgilash amaliyoti keng tarqalgan. Shuni unutmaslik kerakki, bunday istisnolar har doim ham amal qilmaydi va huquqni muhofaza qilish organi xodimining xohishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Voyaga yetmaganlar va keksalar. Voyaga yetmagan shaxslar va keksa yoshdagi fuqarolar uchun ayrim hollarda alohida qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Ammo umumiy qoidalar ham ular uchun tobora qat'iylashmoqda. Voyaga yetmaganlarning javobgarligi ko'pincha ota-onalarga yoki vasiylarga yuklatiladi. Masalan, agar voyaga yetmagan bola jamoat joyida qoidabuzarlik sodir etsa, uning ota-onasi jarimaga tortilishi mumkin. Favqulodda holatlar yoki force majeure vaziyatlar, tabiiy ofatlar, yong'inlar yoki boshqa favqulodda holatlar kabi aniq belgilangan vaziyatlarda qoidalar vaqtincha yumshatilishi mumkin. Lekin bunday holatlar juda kam uchraydi va aniq me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Sizning shaxsiy shoshayotgan degan bahonangiz hech qanday force majeure'ga kirmaydi. Yashirin tuzoqlar, xabardorlikning yetishmasligi, eng katta tuzoq bu xabardorlikning yo'qligi. Odamlar ko'pincha men bilmasdim deb aytadilar. Ammo bu qonun oldida bahona bo'la olmaydi. Qonunlarning o'zgarishidan xabardor bo'lish har bir fuqaroning burchidir. Yangi qonunlar, o'zgarishlar va qo'shimchalar doimiy ravishda e'lon qilinadi, lekin ko'pchilik bularga e'tibor bermaydi. 2. Bildirishnomalarga e'tiborsizlik, jarimalarni o'z vaqtida to'lamaslik yoki bildirishnomalarga e'tibor bermaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jarimalar miqdori oshib boradi, oxir-oqibat ijro ishi qo'zg'atiladi. Mol-mulkingizga xat qo'yilishi, bank hisob raqamlaringiz bloklanishi yoki hatto chet elga chiqishga taqiq qo'yilishi mumkin. Tasavvur qiling, siz ta'tilga chiqmoqchisiz. Lekin aeroportda sizni mamlakatdan chiqishga ruxsat yo'qligi haqida xabardor qilishadi. Chunki sizning nomingizda 100 ming so'mlik eski jarima to'lanmay qolib ketgan. Bu juda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Dalilsiz e'tiroz bildirish. Agar siz jarimani nohaq deb hisoblasangiz va unga e'tiroz bildirmoqchi bo'lsangiz, albatta dalillarga ega bo'lishingiz kerak. Masalan, video registrator yozuvi, guvohlar ko'rsatmalari, fotosuratlar yoki boshqa isbotlar. Aks holda sizning e'tirozingiz e'tiborga olinmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha og'zaki ravishda o'z haqligini isbotlashga harakat qilishadi. Ammo sud yoki ma'muriy organlarda faqatgina yozma dalillar qabul qilinadi. Mansabdor shaxslar bilan muloqot. O'z huquqlaringizni biling, xotirjam va hurmat bilan muloqot qiling, ammo qat'iy turing. Porani taklif qilmang. Chunki bu alohida yanada jiddiy jinoyat hisoblanadi. Sizni to'xtatgan har qanday huquqni muhofaza qilish organi xodimining xizmat guvohnomasini so'rashga haqqingiz bor. Noaniq jihatlar: 1. Raqamli nazorat va ijro.
ko'proq video kameralar, onlayn ma'lumotlar bazalari va tezkor jarima tizimlari joriy etilmoqda. Endi qoidabuzarlikdan osongina qutulib qolish deyarli imkonsiz. Har bir harakatingiz raqamli tizimlar orqali qayd etiladi va tahlil qilinadi. 2. Kollektiv javobgarlik ba'zi hollarda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish shirkatlari yoki mahalla qo'mitalari ham o'z hududlaridagi muammolar uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Masalan, agar mahalla hududida chiqindilar yig'ilib qolsa, faqatgina aybdor fuqaro emas, balki mahalla rahbarlari ham jarimaga tortilishi mumkin. 3. Huquqbuzarliklarning yangi ta'riflari. Ilgari jamoat tartibini buzish deb hisoblangan narsalar hozir kengaygan bo'lishi mumkin. Masalan, avtomobildan baland ovozda musiqa tinglash, jamoat transportida o'zini norin tutish ham yangi qoidabuzarliklar qatoriga kiritilgan. 4. Kelajakdagi imkoniyatlarga ta'siri. Ba'zi ma'muriy huquqbuzarliklar kelajakda ayrim sohalarda, masalan, davlat xizmatida ishga joylashish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'muriy javobgarlikka tortilganlik haqidagi ma'lumotlar maxsus reyestrlarda saqlanadi va ba'zi lavozimlarga nomzodlarni tanlashda hisobga olinishi mumkin. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. 1. Xabardor bo'ling. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni muntazam ravishda kuzatib boring. Rasmiy huquqiy portallarni Lex.uz O'zbekiston Respublikasi hukumatining rasmiy saytlari, O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA, Bosh prokuratura sayti muntazam ravishda tekshirib turing. Ishonchli yuridik bloglarga yoki yangiliklar kanallariga obuna bo'ling. Har kuni ertalab qahva ichish paytida yangiliklar lentasini ko'zdan kechirganingiz kabi huquqiy yangiliklarga ham e'tibor qaratishni odat qiling. Huquqlaringizni biling. Har bir fuqaroning huquq va majburiyatlari mavjud. Mansabdor shaxs sizni to'xtatganida uning nima qila olishi va nima qila olmasligini aniq bilishingiz kerak. Uning xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qilishga haqqingiz bor. Qarorni yozma shaklida talab qiling. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning o'zingizga tegishli bo'limlarini o'rganing. 3. Hamma narsani hujjatlashtiring. Agar sizni to'xtatsa yoki biror vaziyatga duch kelsangiz, o'zaro muloqotni yozib oling. Agar sizning hududingizda qonuniy bo'lsa, fotosuratlar oling, voqea joyining batafsil tavsifini yozib oling. Guvohlar bo'lsa, ularning ma'lumotlarini oling. Bu ayniqsa jarima nohaq deb hisoblaganingizda isbot sifati juda muhimdir. 4. Jarimalarni o'z vaqtida to'lang. Jarimalarni yig'ilib qolishiga yo'l qo'ymang. Har qanday jarima belgilangandan so'ng uni tezda to'lashga harakat qiling. Onlayn to'lov imkoniyatlaridan foydalaning. Chunki ko'pincha jarimani belgilangan muddat ichida to'laganingizda, masalan, 15 kun ichida UTPDS chegirma taqdim etiladi. Bu sizning pulingizni tejashga yordam beradi va qo'shimcha muammolardan xalos bo'lasiz. 5. Agar jarimani nohaq deb hisoblasangiz, to'g'ri e'tiroz bildiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Jarima protokolini chiqargan organning yuqori turuvchi organiga, tuman ma'muriy sudiga yoki prokuraturaga murojaat qilishingiz mumkin. Ma'muriy sudga murojaat qilish eng samarali yo'l hisoblanadi. Qanday hujjatlar kerak? Jarima protokoli nusxasi, sizning dalillaringiz, fotosuratlar, videolar, guvohlar ko'rsatmalari, shaxsiy guvohnomangiz. Ariza yoki shikoyat yozma shaklida 2 nusxada bo'lishi kerak. Nima yozish kerak? Aniqlik, qisqalik va faktlarga asoslanish muhim. Jarimaning nima uchun nohaq ekanligini tushuntiring, tegishli huquqiy normalarni keltiring. Emotsional bayonotlardan saqlaning. Faqat faktlarni va qonun moddalarini tilga oling. Murojaatingizni imzolab sanani qo'yishni unutmang. 6. Mas'uliyatli fuqaro bo'ling. Jarimalardan qochishning eng yaxshi yo'li shunchaki qoidalarga rioya qilish. Jamoat joylarida o'zingizni hurmat bilan tuting. Boshqalarga xalaqit bermang. Atrof muhitga e'tiborli bo'ling. Qonunlarga rioya qilish faqatgina jarimalardan saqlanish emas, balki madaniyatli jamiyatni shakllantirishga ham yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangilik davri o'tib ketdi. Qonunlarga qat'iy rioya qilish hozirgi zamonning normal holatidir. Davlat qonunbuzarliklarga nisbatan yondashuvini tubdan o'zgartirgan. Bu yangi qoidalar sizni, oilangizni va pulingizni himoya qilish uchun juda muhimdir. Agar siz ushbu ma'lumotlarga ega bo'lmasangiz, tasodifiy qonunbuzarlik uchun ham juda og'ir oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Bu video sizga jamiyatda to'g'ri yo'l topish va muammolardan qochish uchun yordam berishini umid qilaman. Sizning bu boradagi fikrlaringiz, shaxsiy tajribalaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Ushbu videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling.
toki har doim dolzarb va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turing. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.